Yuvinish xonasidan chiqib sochiqqa o'ranib yotoqxonamga kirdim. Xona jimjit, ammo g'alati darajada dim edi. To'shagimda kiyimlarisiz, qandaydir yirtqichdek jilmayib. Mening o'z qaynotam yotardi. Qo'limdagi sochiq yerga tushib ketdi. Men baqirmoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmasdi. Qochishga urinma, dedi u xotirjamlik bilan. Qaynonangga uzoq uxlaydigan dori ichirganman. U senga kirmaydi. Endi sen faqat meniksan. O'sha tunda mening qizlik, kelinlik, insonlik g'ururim abadiy tuproqqa qorildi. Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan sabotli va dardli azizlarim. Qalbining tubida aytilmagan so'zlari, yashirin jarohatlari bor insonlar, hikoyachi Momo kanali sizni yana bir mudhish va ochiq iqrorga chorlaydi. Bugun men sizga ota-ona oriyatini deb o'zini do'zax oloviga ongli ravishda otgan, ammo oxir-oqibat o'z kulidan qayta tug'ilgan ayolning faryodini so'zlab beraman. Qulayroq joylashib oling. Bu shunchaki hikoya emas. Bu tirik qolish uchun berilgan eng og'ir darsdir. Biz boshladik. Mening ismim Shahnoza. Toshkent viloyatining So'lim bir qishlog'ida ota-onamning erkatoyi bo'lib katta bo'ldim. Ular qattiqqo'l, o'z obro'sini hamma narsadan ustun qo'yadigan, el-yurt oldida bularning qizi undoq ekan, bundoq ekan degan gaplardan o'lgudek qo'rqadigan odamlar edi. Kunlarning birida bizning mahallamizdagi eng boy, eng ko'zga ko'ringan oilalardan biri, qo'shnimiz Qahhor akaning uyidan menga sovchi keldi. Qahhor aka katta savdogar, uning o'g'li Aziz esa shifokor yigit edi. Hamma menga havas bilan, ba'zilar hasad bilan qaradi. Shahnoza tayyor qasrga tushdi-ya, deyishdi. Ota-onam darhol rozi bo'lishdi. Men qandaydir xavotirda bo'lsam-da, ular oqil, o'qimishli odamlar, yomon bo'lmas deb o'yladim. Tez orada juda katta dabdabali to'y bo'lib o'tdi. Men Aziz bilan yaxshi munosabat o'rnatdim, u juda sokin va e'tiborli yigit edi. Ammo bizning baxtimiz, asalli kunlarimiz atigi 3 oy davom etdi. Azizni mutaxassisligini oshirish uchun uzoq muddatga Germaniyaga o'qishga yuborishdi. U ketsa ham, men qaynota-qaynonam xizmatini qilib, duo olib o'tiraman, deb soddalarcha kutib qoldim. Erim ketgandan keyingi kunlar juda sovuq va zerikarli o'ta boshladi. Qaynonam doim o'zining dugonalari bilan qandaydir tadbirlarda bo'lardi. Qahhor aka esa ko'p hollarda uyda qolardi. Avvaliga uning menga bo'lgan munosabatida hech qanday yomonlik sezmadim. Ammo vaqt o'tgan sari uning nigohlari og'irlashib, har bir harakatimni, har bir nafasimni g'alati ehtiros bilan kuzatayotganini his qila boshladim. Men o'zimga o'zim, yo'q, sen adashyapsan, u sening qaynotang-ku, yoshingni otangdek odam deb uqtirardim. Lekin inson qalbidagi shayton qachon bosh ko'tarishini hech kim bilmas ekan. Noyabr oqshomlarining birida uy ishlari bilan qattiq charchadim. Havo sovuq, yomg'irli edi. Barcha ishlarni tugatib, yotoqxonamdagi yuvinish xonasiga kirdim. Issiq suv ostida charchoqlarimni chiqarib, ancha vaqt qolib ketdim. Suvning shovqini tufayli tashqaridagi hech qanday ovozni eshitmadim. Sochlarimni artib, xalatimga o'ranib, yotoqxonaga chiqdim. Xonaning chirog'i xira qilib qo'yilgandi. Karavotimda Qahhor aka yotardi. Men qotib qoldim. Qo'limdagi sochiq yerga tap etib tushdi. Badanimdagi qon go'yoki muzlab qolgandek bo'ldi. Men avvaliga tushunmadim, balki kasal bo'lib qolganmikin, adashib kirib qoldimikin degan ahmoqona o'y o'tdi xayolimdan. Dadajon, ahvolingiz yaxshimi? Nimadir kerakmi deb arang so'radim tizzam qaltirab. U menga indamay, yuzida g'alati, odamning qonini muzlatib yuboradigan, yirtqichona bir tabassum bilan tikilib turardi. Shunda u o'rnidan sekin turdi. Men qo'rqib ketdim va darhol eshik tomonga qarab yugurdim. Eshik qulflangan edi. Ichkaridan kalit olinib, uzoqqa tashlangan ekan. Men devorga qisilib, nafas ololmay qoldim. Qahhor aka sekin qadamlar bilan menga yaqinlashdi. Bilasanmi, Shahnoza, dedi u past, xirillagan ovozda. Men seni uzoq vaqt kuzatdim. Sen hovlida yurganda sening har bir harakating meni aqldan ozdirardi. Sen mening yoshligimni, yo'qolgan olovimni eslatasan. O'g'lim seni o'zi tanlagani yo'q. Men seni o'g'limga olib berdim.
Chunki senga har kuni qarab yurish, sening yonimda bo'lishingni xohladim. Bu razil, dahshatli so'zlardan mening miyam yorilib ketay derdi. Bu qanday ifloslik? Dadajon, Xudodan qo'rqing. Men sizning keliningizman. O'g'lingizning omonatiman deb baqirmoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmasdi. U qattiq kulib yubordi. O'g'lim hozir uzoqlarda. Qaynonang esa u hozir shunday qattiq uxlab yotibdiki, hatto tepasida to'p otsang ham uyg'onmaydi. Men uning choyiga yetarlicha uxlash dorisi qo'shganman. Bu uyda hozir faqat ikkimiz bormiz. Faqat sen va men. U mening sochimdan qattiq changallab o'ziga tortdi. Men baqirib uni itarib yubormoqchi bo'ldim. Lekin u shunday kuchli, shunday yovvoyi ediki. Men yig'lar, yolvorar, Xudoni chaqirardim. Iltimos, bunday qilmang, sharmanda bo'lamiz. Akalarim biladi deb yalinardim. Ammo uning ko'zlari qonga to'lgan, u hech nimani, hech kimni eshitmasdi. O'sha tunda u meni nafaqat ayol sifatida nomusimni toptadi, balki inson sifatida o'ldirdi. U mening yuzimga, qalbimga shunday iflos balchiq tortdiki, men o'zimni osib yubormoqchi bo'ldim. Tong otdi. Qahhor aka xotirjamgina kiyimlarini kiyib, menga hatto bir marta ham qaramay xonadan chiqib ketdi. Xuddi oddiy suv ichgandek. Men butun vujudim zirqirab og'rigan holda ko'rpaga o'ralib uzoq yig'ladim. Men bu uyda bir soniya ham qola olmasdim. Kiyimlarimni shosha-pisha kiydim. Narsalarimni sumkaga to'ldirdim va bu iflos qafasdan yugurib chiqib ketdim. Manzilim faqat bitta edi, ota-onamning uyi. Ular meni himoya qiladi, meni qutqaradi deb o'yladim. Ertalab soat 6larda uyga kirib bordim. Ota-onam meni ko'rib hayron bo'lishdi. Shahnoza, tinchlikmi bolam? Nega erta tongdan sumka bilan kelding, dedi onam xavotirga tushib. Men yig'lab onamning quchog'iga o'zimni otdim. Lekin bor haqiqatni aytishga tilim bormadi. Qanday qilib aytaman? Meni qaynotam zo'rladi deb qanday qilib aytaman? Men faqat, ona, men u uyda boshqa yashay olmayman, dildilim og'riyapti, siqilib ketdim, deya oldim xolos. Birozdan so'ng dadam va akalarim xonaga kirishdi. Ular mening ko'z yoshlarimni emas, faqat qo'limdagi sumkani, ya'ni ularning obro'siga tushishi mumkin bo'lgan dog'ni ko'rishdi. Dadam qoshlarini chimirib, bu nima qiliq, qizim? Eshikdan kecha qanday chiqqan bo'lsang, faqat o'liging qaytib kelishi kerak u yerdan. Ering yo'qligida qaynota-qaynonangni xizmatini qila olmaysanmi? Or-nomusimizni yerga urmoqchimisan? Mahallada nima degan odam bo'lamiz, dedi qattiq va asabiy ohangda. Akalarim ham dadamni qo'llab-quvvatlashdi. Bora qol, singlim. Sal narsaga arazlamagin. Biz senga o'sha yerdan tirik chiqma deb oq fotiha berganmiz. Yana qanday sharmanda qilmoqchisan bizni? Men lol qoldim. Demak, mening hayotim, mening nomusim ularning el oldidagi quruq obro'sidan, yuzsiz g'ururidan arzonroq ekanda. Men ularga nima bo'lganini tushuntirsam ham, ular baribir meni aybdor qilishlarini, o'zing shunga sabab bo'lgansan, deyishlarini o'sha soniyada aniq tushunib yetdim. Ovoz chiqarmay boshimni egdim. Xo'p, dadajon. Kechiringlar, dedim jonsiz ovozda. Men o'z ota-onam tomonidan, o'z akalarim tomonidan tiriklayin jallodning quliga qaytarib yuborildim. Sumkamni ko'tarib, yana o'sha qon va ifloslik hidi anqib turgan uyga kirib bordim. Qaynonam meni ko'rib jilmaydi. Voy kelinposhsha, uyingizni sog'inib yugurib ketib qoldingizmi erta tongdan? Qahhor aka esa choy ichib o'tirgan joyida menga qarab ayyorona, g'olibona ko'z qisib qo'ydi. U mening hech qayerga bora olmasligimni, mening ortimda hech kim yo'qligini mendanda yaxshi bilardi. O'sha kundan boshlab mening hayotim muntazam ravishda davom etadigan do'zaxga aylandi. Qahhor aka meni qo'rqitib, doim qaynonamga uxlash dorisi ichirib, meni o'zining yashirin o'yinchog'iga aylantirib oldi. Men tirik murda edim. O'zimdan nafratlanardim. Kunlarning birida men o'zimda o'zgarish sezdim. Men homilador edim, lekin Xudoning o'z hisob-kitobi bor ekan. Aziz o'qishdan muddatidan oldin kutilmaganda qaytib keldi. Uyda hamma xursand. U meni sog'inganini, meni quchoqlab mehribonlik qildi. Keyin esa
U mening homilador ekanligimni bildi. Aziz qotib qoldi. Uning rangi oppoq qog'ozdek oqarib ketdi. U mendan farzand ko'ra olmasligini, umuman bepusht ekanini uzoq yillardan beri o'zi juda yaxshi bilardi. Buni faqat men bilmasdim. Ota-onasi ham bilardi. Ular o'z o'g'lining aybini yopish uchun menga uylantirishgan ekan. Aziz hammangisini tushundi. U uyda katta to'polon ko'tardi. Ota-bola bir-birining yoqasidan oldi. Sen mening xotinimga, o'z keliningga qanday teginding deb Aziz otasini urib yiqitdi. Qaynonam bu dahshatdan insult bo'lib o'sha joyning o'zida yiqilib tushdi. Uyni olib faryod va qon qopladi. Men endi indamay jim turishdan charchagan edim. Bu iflos sirlar daryosi baribir hammamizni g'arq qilardi. Men o'z kiyimlarimni yig'ishtirdim. Hech kimga bir so'z demadim. Men ularning uyi degan bu fohishaxonani bir umrga tark etdim. Ota-onamning oldiga ham bormadim. Chunki ular meni himoya qila olmasdi. Men to'g'ri poytaxtga, Toshkentga ketdim. Bolam bilan ichimdagi begunoh murg'ak bilan qochib ketdim. Toshkentda meni og'ir sinovlar kutib turardi. Ko'chada qoldim, och qoldim, sovuqda dildirlab tunadim. Ba'zan yeyishga bir burda nonim yo'q edi. Bolam tug'ilganda yonimda hech kim bo'lmadi. Lekin men sinmadim. Menga qilingan vahshiyliklar meni o'ldira olmadi. Aksincha, ichimda shunday qattiq po'lat irodani uyg'otdiki, men hamma narsani noldan, poldan yuvishdan boshlab qurdim. Oradan yillar o'tdi. Men oddiy farroshdan tortib kichik do'kon sotuvchisi bo'ldim. Ishladim, pul yig'dim. Hozirda poytaxtda o'zimning kichik, lekin shinamgina tikuvchilik sexiga egaman. O'zimni va bolamni bemalol boqa olaman. O'zbekistonning hamma burchagidan mijozlarim bor. Men endi o'sha kaltak yeb, yig'lab o'tiradigan Shahnoza emasman. Men o'z hayotimning, o'z qadrimning xo'jayiniman. Eshitishimcha, Qahhor aka qamalibdi. O'z qilmishlari uchun emas, qandaydir moliyaviy jinoyatlar uchun. Aziz esa uzoqqa bosh olib ketib yuboribdi. Ularning uyi qabristonga aylanibdi. Ota-onam meni qidirishgan, izlab kelishgan. Lekin men ular bilan aloqani umuman uzganman. O'z bolasining ko'z yoshidan obro'sini ustun ko'rgan insonlar mening hayotimda boshqa bo'lmasligi kerak. Aziz ayollar, opa-singillarim, sizlarga yuzlanib aytaman. Jamiyatning uyat bo'ladi, nima degan odam bo'lamiz, degan zaharli so'zlari uchun hech qachon o'zingizni, o'z insonligingizni qurbon qilmang. Hech qaysi an'ana, hech qaysi qoida sizning nomusingizdan, sizning erkinligingizdan ustun turmaydi. Sabr qilish bu o'zini xo'rlatish, gunohga rozi bo'lish degani emas. Siz ojiz emassiz. Sizda qanchalar katta kuch borligini faqat qora jarlikning tubiga tushgandagina bilasiz. Va o'sha kuch sizni yorug'likka tortib chiqadi. Agar mening hayotim, mening bu qonli va nurli yo'lim sizga qandaydir kuch bergan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'z dardlaringizni, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu shunday ahvolda qolgan minglab ayollar uchun najot bo'lishi mumkin. Hech qachon o'z qadringizni tushirmang. Oldinga yuring va faqat g'alaba qozoning. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. O'zingizni doim asrang. Xayr.